Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Thumma amma ba'd. Bir birodarimiz uzun savol yo'llatdilar takfir masalasida. Bu masalaga o'zi aslida bir savol bilan bir javob bilan javob berib qo'yiladigan savol bermagan, balki buni bir dars qilib takfir usullarini o'rgatishlik va takfir masalalarini alohida hozirgi berilgan savolda bitta-bitta aytib o'tishlik kerak. Lekin umumiy ravishda biz aytamizki, mana bu savolga umumiy javob beramiz. Agar batafsil javob berish kerak bo'lsa, har bir savolga alohida javob beriladi. Takfir masalasi bu islom dinida Alloh taolo shariat qilib bergan, xuddinki namozni, ro'zani, zakotni, jihodni buyurganidek, takfirni ham buyurgan. Qur'on oyatlarida Alloh taolo ko'p o'rinlarda kofir kimsalar borligini zikr qilib, masalan, laqad kafara allazina qalu innalloha salisun salasa. Alloh taolo Qur'onda ochiq aytayaptiki, Alloh taolo Alloh 3 dan biri deb, ya'ni 3 ta nasroniylar aytganidek, ona, ruh, ota va o'g'il va hokazo o'zlarining e'tiqodlarida Alloh bu uchlikdan biri deb e'tiqod qilishadi. Alloh taolo aytayaptiki, kim Alloh shu uchlikdan biri deb e'tiqod qilsa, u kofir bo'libdi dedi. Boshqa oyatda Alloh taolo laqad kafartum ba'da imanikum, iymoninglardan keyin kofir bo'ldinglar deb turib, shunga o'xshagan ko'p oyatlarda kofir va mushriklar va murtadlar borligini, dindan chiqib ketuvchi insonlar borligini zikr qilgan. Demak, mana bu islom dinida musulmonlar bor va dindan chiqib ketgan yoki aslan dinga kirmagan kofir kimsalar bor. Endi biz musulmonlar bular bilan shunday qanday muomala qilishligimizni Qur'on bizga ko'rsatib ketgan. Mana bu Alloh taolo kofir deganlarni kofir deymiz, musulmon deganlarni musulmon deymiz. Musulmonlarga muhabbat qilib, yaxshi ko'rib, ular bilan muomalamizni boshqacha qilamiz. Kofirlarni yomon ko'rib, g'azab qilib, ularga qarshi jang qilib, ular bilan muomalamizni boshqacha qilamiz. Endi mana bu kofirlar ikki qismga bo'linadi. Ya'ni dindan chiqib ketgan yoki dinga kirmagan insonlar ikki qismga bo'linadi. Birinchisi, aslan islomga kirmagan asli kofirlar. Ya'ni bu inson umuman islomga oldin ham kirmagan. Bu nasroniylar, yahudiylar, hudosizlar yoki bo'lmasam mushriklar, xudoni ko'p bir necha xudoga sig'inadiganlar, molga, toshga va hokazo. Mana bular asli kofirlar. Mana bularni kofirligida hech kim shak shubha qilishga haqqi yo'q. Kim bularni shubha qiladigan bo'lsa yoki bularning yo'llarini to'g'ri deydigan bo'lsa yoki bular musulmon, kofir emas deydigan bo'lsa, bu inson o'zi ham kofir bo'ladi. Bunda ulamolar xilof qilishmaydi. Ya'ni aslida kofir bo'lgan insonlarni boshqa inson yo'q bu kofir emas desa, bu inson o'zi kofir bo'ladi. Sababi nima? Sababi bu inson Qur'onni yolg'onga chiqardi. Alloh taolo Qur'onda nasroniylarni kofir bo'ladilar, Allohning 3 dan biri deganlar kofir bo'ladi desa yoki Alloh bilan birga sherik qiladiganlar kofir bo'ladi deb va hokazo shunday oyatlarda kofir ekanligini Alloh taolo oyatda aytib tursa-yu, bir inson kelib yo'q, yahudiylar, nasroniylar kofir emas, ular bizning birodarlarimiz deb aytadigan bo'lsa, bu inson o'zi ham kofir bo'ladi. Bunda shak shubha yo'q va bunga dalil ham, olim ham bayon qilib isbotlashib kerak emas. Chunki inson Qur'onni inkor qilgandan keyin darrov kofir bo'ladi. Bunga biz dalil isbot izlab bunga yetkazishlik kerak. Buni kofir demaganni ham to'xtab turinglar, biz o'rganishimiz kerak deb aytilmaydi. Lekin ikkinchi ko'rinishdagi dindan chiqib ketadigan insonlar toifasi esa bu aslida islomga kirgan yoki islomda bo'lib turibdi yoki o'zini islomga nisbatlab turibdi-da, so'ng kufr amalini qilib dindan chiqib ketgan. Mana bu insonni dindan chiqib ketganligini, kofirligini biz isbotlab, bunga bir kofir degan nomni berishligimiz uchun albatta olim kishi, ilmlik, mana shu insonni holatini biladigan va takfir masalalarini biladigan insongina takfir qo'yishligi mumkin. Nimaga? Sababi bu o'rinda ba'zi shartlar bor va ba'zi to'sqinliklar bor. Ya'ni masalan, bir inson kufr amalini qilishligi mumkin-ku, lekin o'zi kofir bo'lmasligi mumkin bir uzrga ko'ra. Yoki bo'lmasam, bir inson kufr holatida ko'rinib turishligi mumkin-ku, lekin aslida kofir bo'lmasligi mumkin. Sababi bu inson buni maqsad qilmagan va hokazo. Masalan, bir ikki misol beraman. Bu narsani bu o'zi aslida umumiy qoida. Buni soatlab dars qilish kerak, lekin men sizga shuni tushunarli bo'lishlik uchun bir misol beraman. Masalan, bir inson Allohni meni qulim desa, men oliy Robbman, Alloh mening qulim desa nima bo'ladi? Bu inson shubhasiz kofir bo'ladi. Fir'aun ana robbukumul a'la, men sizlarning oliy Robbinglarman deganiga kofir bo'ldi bu. Bu kofir, tog'ut bo'ldi. Kimki bugun kelib men Robbman desa, bu tog'ut kofir bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam esa hadisda, sahih hadisda bizga qissa qilib aytib beryaptilarki, bir inson cho'lga boradi. Cho'lga borib
cho'lda yurganda biz bilamiz, tuyani ustida suv bilan cho'lda ketayotgan bo'ladi. Charchaganligidan bir daraxtning oldida dam olmoqchi bo'lib, e, tuyasini baylab dam oladi. Uxlab tursa, tuyasi yo'q, qochib ketgan. Ustida ovqati, suvi va bu tuyasi yo'q. Bu degani inson o'ldi degani. Chunki borar joyi ham uzoq, qaytar joyi ham uzoq, o'rtada qolib ketgan. Bu piyoda yura olmaydi, issiq, suvi yo'q, ovqati yo'q, o'ladi. Bu inson xafa bo'ldida, nima qilishni bilmadida, kutdida, charchadi, yana uxlab qoldi. So'ng yana uyg'onsa, mana bu tuyasi qaytib kelgan bo'ldi. Shu darajada xursand bo'ldiki, ya'ni bu endi hayotini saqlab qoldi. Bu endi uyga bora oladi, suv ovqati qaytib keldi. Bu inson shu darajada xursand bo'ldiki, aytdiki, ey Robbim, sen bandamsan, men Robbingman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, aqta'a min shiddatil farah. Juda qattiq xursandligidan xato qilib qo'ydi dedi. Mana bu endi biz asli masalaga qaraylik. Inson Allohni bandamsan desa, men Robbingman desa kofir bo'ladi, lekin bu inson kofir bo'lmadi. Nimaga? Bu inson xato qilib aytib qo'ydi. Bu bitta masala. Shunga o'xshagan takfir qo'yilmaydigan ba'zi uzrlar bor. Bu inson islom diniga kirsa-yu, endi dindan chiqarib olishligi uchun ba'zi uzrlar bor, ba'zi monelar bor, ba'zi maqsad qilmagan narsalari bor. Shuning uchun mana bu shartlarni va mavonialarni kim biladi? Ahli ilmlar biladi. Talab ilmlar biladi, takfir masalalarini o'rganganlar biladi. Va ana bu insonning holatini ham bilishi kerak. Shuning uchun islomga o'zini nisbat beradigan yoki musulmon deb hisoblaydigan insonlarga takfir berishlik faqat ahli ilmlarning ishi. Hech kim orqasidan quvalab takfir beraman deb izlanib, buni takfir qo'yib, buni ustiga boshqa hukmlarni qo'yishligi joiz emas. Takfirni ahli ilmlar, ya'ni qaytaraman, takfirni kimga? O'zini islomga nisbatlagan musulmon deb hisoblaganlarga takfirni ahli ilmlar beradi. Yahudi, Nasroniy, mushriklar, behudolarga, xudosizlarga hamma takfir qo'yadi, ularni hamma yomon ko'rishligi, ularni kofir hisoblashligi, ular bilan do'st qilmasligi, qizini uzatmasligi va hokazo bu vojib. Lekin o'zini islomga nisbat berganlarga takfir qo'yib, buni ustiga boshqa ahkomlarni qurishlik bu yolg'iz ahli ilmlarni, talab ilmlarning ishi. Talab ilmlar buni holatini o'rganadi, buni shartlarini, mavoniyalarini o'rganadi. Agar bunda uzr bo'lmasa, kofir deb takfir qo'yadi. Uzr bo'lsa, yo'q, bu kufr qildi-yu, lekin kofir bo'lmadi deb turib, bunga uzr beradi. Yoki boshqa bir ma'no borligini bayon qilib beradi. Chunki bu takfir masalalarida om takfir bor, xos takfir bor. Om takfir nima degani? Bir ishni qilishlik kufr bo'lishi mumkin. Bu ishni qilgan inson kofir bo'lmasligi mumkin. Masalan, buni tushuntirishlik uchun men bir misol aytamanki, bir inson, biz aytamizki, har bir aroq ichgan inson mast bo'ladi, bu harom deb aytamiz. Aroq ichgan inson fosiq deb aytamiz. Endi bir inson juda chanqoq bo'lib keldida, piyolada suv turganida, piyolada suyuqlik turganida, oppoq suyuqlik, buni suv deb o'yladida ichib yubordi. Bir ho'plab ichib yubordida, bu aroq bo'lib chiqdi. So'ng bu mast bo'lib qoldi. Endi biz bu insonni gunohkor, fosiq deb desak bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Nega? Bu ataylar bu bilmasdan ichib qo'ygan. Bu bitta misol edi. Demak, aroq ichgan inson fosiq, lekin har aroq ichishlik fisq, lekin har bir aroq ichgan inson fosiq bo'lmaydi. Sababi ba'zi o'rinlarda boshqacha ko'rinishda ham bo'lib qolishi mumkin ekan. Takfir masalalari ham xuddi shunday. Har bir kufr, ya'ni har bir muayyan bir fe'lni, kufr fe'lini qilishlik bu kufr. Lekin har bir mana shu ishni qilgan inson kofir bo'lmaydi. Xuddinki ana u sen bandamsan deb Alloh taologa men Robbingman degan inson, mana bu kalima, mana bu fe'l kufr edi. Allohga men Robbingman deyishlik bu kufr. Lekin mana bu ishni qildi-ku. Bu inson mana bu ishni qildi-ku, kofir bo'ldimi? Yo'q, kofir bo'lmadi. Demak, bir fe'lni qilishlik kufr. Ya'ni fe'lning asli kufr, lekin har bir qilgan inson kofir emas. Buni endi qaytarib aytamiz, kim biladi? Ahli ilmlar biladi, talab ilmlar biladi, o'rganganlar biladi. Shuning uchun, modomiki savol bergan inson ahli ilmlardan yoki talab ilmlardan bo'lmas ekan, bu takfir masalalariga kirishmaydi. Balki ahli ilmlardan o'sha insonni atrofidagi ilmlilardan so'raydi-da, buni masalasini bilib oladi. Ikkinchi masala bu takfir qo'yishlik masalasi edi. Ikkinchisi endi muomaladachi, men bir insonni kufr qilib yurganini ko'ryapman. Endi bu kofir bo'ldimi yoki yo'qmi men bilmayman. Ya'ni bu aynan mana shu kufr fe'lini qilishlik bilan bu kofir bo'ldimi haqiqatda yoki bo'lmadimi, uzri bormi yoki yo'qmi men bilmayman. Lekin mana bu kufr ishini ko'rib turibman. Bunga endi men nima deyman, bunga qanday muomala qilaman degan savolga javob esa bunga kofir muomalasini qilasiz. Ya'ni bir inson ko'zingiz oldida bir masalan aytaylikki, daraxtga borib sajda qilyapti. Bu kufr ish.
Bu ish kufr. Lekin mana shu inson kofir bo'ldimi yo'qmi siz hali bilmaysiz. Ahli ilmlarga qaytish kerak. Ya'ni buni takfirini o'rnatib, buni o'ldirish yoki murtadga chiqarish, jonlarini, mollarini olib qo'yishlik, qizini bermaslik bu ahkom quriladigan ahkomlar boshqa narsa. Lekin men muomalamni qanday qilaman? Bunga salom berib, musulmon kabi muomala qilamanmi yoki kofir kabi muomala qilib, qizimni bermasdan, bunga salom birinchi bermasdan bunga g'azab qilib yuramanmi degan savolga javob biz har bir kufr fe'lini qilgan insonga kofir muomalasini qilamiz. Ammo takfirni o'rnatib va takfirni orqasidan keladigan uni o'ldirishlik, uni mollarini halol hisoblashlik va hokazo bo'lgan ahkomlarni, takfir ahkomlarini biz ahli ilmlardan so'rab bilgandan keyingina qilamiz. Shuning uchun mana bu muhim masala edi. Qaytarib aytaman, bu umumiy masalalar. Har bir qoidani alohida o'rganib chiqishlik kerak bo'lsa, mana shunda inson yanada yaxshiroq tushunadi. Va yana eslatib o'tamanki, bu takfir masalalari ahli ilmlarni, talab ilmlarni masalalar. Har bir inson bunga kirishib, o'rganib, bu bilsa, o'rgansa albatta yaxshi, lekin bilmasa takfir masalasiga kirishligiga haqqi yo'q. Xuddinki namozni hamma o'qiydi-yu, lekin namoz ahkomlarini boshqasiga o'rgatib, nima qilishlikka hammaga emas. Dinda gapirishlikka hammaga emas, faqat ahli ilmlarga. Takfir ham bu dinning bir qismi. Takfir masalalarida gapirishlik faqat ahli ilmlar, talab ilmlarga haqli bo'ladi. Allohu a'lam. Subhanakallohu va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.